Haylarimni kiyib olib, bugun birinchi marta Yusufxo'ja bilan ayryapmiz. Nimaga deysizlarmi? Chunki uni 2 soatginaga bog'chaga tashlab, o'zim esa go'zallashgani salonga qarab yo'l oldim. Xo'jayinim bilan ozgina kulishdik. Ular meni salonga tashlab, o'zlari Qo'qonga qarab ketishdi. Manzilni sizlarga aytib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Ixlos Yo'parasi Victoria Beauty salonini 2-etajda. Qizlar, bular katta aksiya e'lon qilibdi. 1-dekabrdan 10-dekabrgacha kiprik ekish har qanaqa turi atiga 90 ming. Kiprik qosh laminatsiyasi 60 mingdan. Bu meni do holatim. Hozir sizlarga postlisini ko'rsataman. Bu qiz buncha chiroyli deb kommentga yozib ketmasanglar ham bo'lmaydi shu joyiga. Qoshlarimda aytmaysizlarmi? Qoshlarimda. Bu ne go'zallik, vah deb o'zimni videoga oldim. O'zimga o'zim to'ymasdan Madinaxonga rahmat kattakon, qo'llaringiz dard ko'rmasin deb polvonimga pampers olib, ularni bog'chadan olgani yo'l oldim. Uyga ham kirib oldik. Qizlar, kuninglar xayrli va barokatli o'tsin. Menga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosing.